1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanur. Qarsaklar chaldi o'zbek, cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, portalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan Turkiston bo'lolmadim posponing, Olmoniya bag'ridan qaytolmadi toliblar, qaytganlari otildi, qilt etmadi qotillar. Turkiston jahannam bo'ldi, xoyinlar o'tqalashdi, otildi Qodiriy, cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga, axir dushman bolangni otgan olovga. Turkistonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor, hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qodiriy cho'lpon fitratni nima sababdan qamashdi, jallodlar o'zga bo'lmay cho'lponga boltalashdi.